Jamiy vatan himoyachilarini ertangi bayram bilan chin yurakdan tabriklaymiz. Bugun Qo'qon shahridagi Buroq ot fermasiga keldik. Biz o'zimiz uchun mana bu otlarni yaxshi ko'rganimiz uchun shu fursatdan foydalanib kichkina bir kontent ishladik. Xullas hammalaringizni taklif qilib qolamiz. Payg'ambarimiz Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlaridek, yigit kishi ot minish, kamondan o'q otish va suvda suzishni bilish kerak deyilgandek, adab kiber sport bilan shug'ullanavermay, mana bu otlarni kelib, o'rganib, tanishib, hayvon bilan yaqindan faqat televizorda ko'rmasdan, bular juda aqlli jonzot. Bir maza qilib minib ketishlaringizni tavsiya qilamiz. Bir vaqtlar o'sha xizmatda bo'lgan vaqtimizda hali kamonni otish degan joyiga shu narsaki quroldan yaxshi foydalanganmiz. Ya'ni 5 baholarga urardik. Shu fursatdan foydalanib jamiki ukalarimizni vatan oldidagi burchlarini bajarishga, ya'ni harbiy xizmatga borishlariga chaqirib qolamiz. Jamiy vatan himoyachilari fikri bilan hamma askar tabriklaymiz, xodimlarimiz sog' bo'linglar.